Assalomu alaykum. Meni ismim Dilshod. Men Pimak Group kompaniyasining rahbariman. Pimak Group kompaniyasiga 1999-yil otamlar tomonidan asos solingan. Bizning kompaniya xo'rik yo'nalishidagi barcha professional oshxona uskunalarini yetkazib beradi. Otamni bu sohaga kirishlari bozordan boshlangan. Bozorda bu oshxona jihozlarini ko'rganlar va O'zbekiston bozorida yangi professional oshxona uskunalariga talab borligini tushunganlar. Va otam Turkiya davlatiga borib, Pimak Group kompaniyasi rahbari bilan tanishib, Pimak Group professional oshxona jihozlarini Toshkentga olib kelishni boshlaganlar. 1999-yil otam uskunalarni uydan sotishni boshlaganlar. 2000-yilga kelib Chilonzordagi opera teatri ro'parasidagi Do'mmitegidan Pimak Group kompaniyasining birinchi do'konini ochganlar. U do'konda asosan fast food uskunalari va hamma bilgan grill uskunasini sotganmiz. 2011-yilga kelib Chilonzor Qatortol ko'chasidagi hozirgi kundagi do'konimizga ko'chib o'tganmiz. Bizning oldindan ham bitta filialimiz bo'lgan va hozir ham faoliyatimiz bitta asosiy filial orqali olib boriladi. Aynan 2011-yilgacha faqat Pimak Group kompaniyasining uskunalarini sotganmiz. 2011-yilga kelib yangi do'konimizga ko'chganimizdan keyin Turkiya va Xitoy kuchli brendlarini uskunalarini sotishni boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib uskunalarni asosan Turkiya, Xitoy, Rossiya, Amerika va Yevropa davlatlaridan import qilamiz. Bu bizga assortimentni keng saqlash va mijozga eng qulay uskunani taklif qilish imkonini beradi. 2018-yil mijozlarning to'xtovsiz talabiga ko'ra Pimak Inox sexini ochdik. Ushbu sex hozirgi kunda nержавейкаdan mahsulotlar ishlab chiqaradi. Lekin bizni hamma Pimak nomi bilan tanigani uchun Pimak bizni logotipimizga aylangan. Haligacha biz Pimak kompaniyasining rasmiy distribyutori hisoblanamiz. 2024-yil Xitoyning ikki yirik kompaniyasini distributsiyasini oldik. Ulardan biri Soustar, ikkinchisi Sumyo. Soustar konditorlar uchun professional uskunalar ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniya. Sumyo Xitoydagi xolodilnik ishlab chiqarish bo'yicha yirik kompaniyalardan biri. 2019-yildan boshlab bu biznes meni qo'limga o'tdi va biz kompaniyani rivojlantirishni bosqichma-bosqich boshladik. Mijozlarimizga yanada qulay sharoit yaratish maqsadida 2021-yil 100 kvadrat metr do'konimizni 200 kvadrat metrga kengaytirdik. 2023-yil 200 kvadrat metr do'konimizni 500 kvadrat metrga kengaytirdik va shu bilan birga 1,5 kvadrat metrlik yangi ombor qurdik. Bu omborni qurishimizdan maqsad chakana va ulgurji savdoni rivojlantirish hamda uskunalarni doimiy tayyor holatda zaxirada saqlash. Hozirgi kunda jamoamiz 30 kishidan oshgan va shu vaqtgacha 10 mingdan ziyod mijozlar bilan ishladik. Faoliyatimiz davomida ko'plab mashhur fast food, restoran, dam olish maskanlari, ishlab chiqarish zavodlari va kafe tarmoqlari bilan ishlaganmiz. Jumladan Korzinka, Evis, Maxway, Amirsoy, Tibet, Safiya, Kuranti, Siravarniya, 1991, Little Italy, Gyotto, Go'sht, Ramiz, Efendi, Yakkasaroy, Merhaba, K-Club, Yaponomama, Black Star Burger va boshqa ko'plab brendlar. Biz nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Koreya, hatto Afrikaga ham uskunalar yetkazib berganmiz. Va bu barcha sanab o'tilgan natijalarga erishishda jamoamizning o'rni juda katta. Pimak Group bu shunchaki uskuna sotadigan do'kon emas. Bu 27 yillik tajriba va ishonch ustiga qurilgan biznes.